Qo'lidagi puldan summasi qanchaligini bilmayman, lekin qo'lingizga bitta o'tkazadilar. Kim zakot qilgan, kim inson hammasini o'zlari chiroq tushuntiradilar. Bugungi darajagacha yig'ilgan pulni hisobnomani topshiramiz bo'lmasa. Nima sabab og'riqlar, nima bo'ldi, qachon boshlandi bu holat? 23 mayda boshlangan. 2 yilda bag'ida. 2 yil bo'lib qoldi. 2 yildan beri shu azob, qoni suyulib ketadi, trampasi tushib ketgan. El yurt mahalla kuyga ham rahmat. Meni bolamni shuncha pullar yig'ib berish hammaga rahmat. Xursandmisiz? Xursandman, rahmat. Hozirgi kunda bu inson kasallari, shu dardlari davo topish uchun qancha miqdorda pul kerak bo'lyapti sizlarga? Endi shu o'g'illarim yig'ib bergan pul bilan yaxshi bo'lib ketsa kerak, Allohdan so'rayman. Qanchaligini nimasi yo'q, lekin qancha qilgan bo'lsa barakasini bersin deb olasiz, xohlasangiz. Alloh barakasini ham bersin. Shu bolalarimni ham topganiga Alloh baraka bersin. Hozir o'g'illar sizga pul olib ketdi. Bitta sanab oling, qancha bo'lsa ham shu yerda 100 bilan bir duo qilasiz. Qani yigitlar olib kelsinchi. Bu yigitlar juda ko'p insonlarni xonadonida duo qilgan bolalarda. Hozir qo'lidagi puldan summasi qanchaligini bilmayman, lekin qo'lingizga bitta o'tkazadilar. Kim zakot qilgan, kim inson hammasini o'zlari chiroq tushuntiradilar. Bugungi darajagacha yig'ilgan pulni hisobnomani topshiramiz bo'lmasa. Yig'ilgan summamiz qog'ozga hisoblaydigan bo'lsak, dollar kursiga hisoblaydigan bo'lsak, $8100 yaqin, xudo xolasa 8000 dan ziyodroq pul yig'ildi. Rahmat. Shu qatorida barcha ehson qilganlar, zakot qilganlar, fitr ro'za hamma narsasini berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin, bolam. Tanjollaring sog' bo'lsin. Ikki dunyo saodatidan bahramand bo'linglar. Sizlar menga shuncha yugurib yordam berdilar. Allohning o'zi qo'llasin. Alloh jamolidan bebahra qilmasin. Hech qachon hech banda qoqinmasin, adashmasin. Hech bandan bolasi kasal bo'lmasin. Meni bolam yaxshi bo'lib ketsin. Allohdan so'rayman. Men uchun harakat qilgan xizmatlaringga rozi bo'linglar. Rozi bo'ling inshaalloh. Siz ham bizdan rozi bo'ling. Ming marta roziman. Tanijonlaring sog' bo'lib, bu dunyo kam bo'lmanglar. Ota-onalaring ham salomat bo'lsin. Sizlarni shunday farzandlar boqqan ota-onalaringga ming rahmat. El yurtdan yurtga ham hammaga rahmat. Bizga kimki zakotmi, fidyami, ro'zami bergan bo'lsa, ularga Alloh ziyoda bilan qaytarsin. Amin. Hamisha ham o'zi bandam desin, yo'lidan adashtirmasin. Hammamiz ham o'zini rost yo'liga, haq yo'liga boshlasin. Xo'p, bugungi yashab turgan manzilingiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, adashmasam, Tuvada qishlog'i. Shu xonadoningizga kelganda kimni murojaat qilsa insonlar, kimni xonadonini topib oladi? Saodat onamizni taniydilar, a? Hamma taniydi. Xo'p, qadrdonlar, onamizga qo'ldan kelgan yig'ilgan pulni bugun topshirdik. Inshaalloh ulug' kunda, hayit ayyomi, bayram kunida topshirdik. Inshaalloh bundan keyingi harakatlarimizni ham shu video davomida qo'yib boramiz. Lekin keyingi safar video olib chiqarmay qolsak, xonadonni o'ziga himmat qilgan insonlar, onaxonni qo'liga berib ketsangiz bo'ladi. Onajon shaytonlar ekan, bular davolangan ketgan. Onam shu xonadonda har kuni bo'ladilar shu yerda. Xalqimiz yordamini shu darajaga keldi-da, tomotani ko'l bo'lur deyshadi. Shuning uchun bu xonadon uchun agar ehson qilaman, yordam qilaman degan insonlar bo'lsa, marhamat onajonga kelib o'zlarini qo'liga berib ketsangiz bo'ladi, duoni o'zlari qiladi. Inshaalloh onajon yana yaxshiroq pul yig'ilib bir kelishimizga sabab bo'lsa, yana kelaveramiz onajon. Mana shu xonadondan siz haqqingizga ehson qilgan insonlar uchun bitta duo qilib berasiz. Ilohim, osmonimiz musaffo, yer yuzimiz tinch, mahalla ko'llar, to'ylar bo'lsin. Bemorlarga o'zing shifo bergin, yer yuzini bemorlarga shifo bergin. Ko'plar qatorida meni qizimga ham shifo bergin. Parvardigor, o'zingda qudrating ulug'. Yo'qdan bor qilguchi ham, bordan yo'q qilguchi ham o'zingsan. Shular qatorida meni bolamga ham shifo bergin. O'zing shunday yaxshi kunlar berginki, quvonib yashashlik nasib ro'za aylasin. O'zing qorong'ilik orqasidan yorug' bor deb aytgansan, Parvardigor. O'zing shu meni bolamni yorug'likka chiqarib qo'y. O'zing bandam degan yo'lingni adashtirmagin. Hamma shu bolalarimiz ham baxtli bo'lsin. Ukalarim, akalarim, opalarim hammasi salomat bo'lsin. Bu dunyo kam bo'lishmasin. Dillardagi nima yaxshi niyat bo'lsa o'zing amalga oshir. Al-Hayy wal amvat. Barobid darajat va qoziyan hojat va halal mushkulat. Rahmatga yo Alloh. Hozir xonadonda ko'rdingiz mana holat. Endi ancha og'irdi bu xonadonda. Menimcha boquvchi yo'q bo'lsa kerak hozir holatni ko'rding, faqat ayollar, balki qarindosh urug'lar yigitlar. Bu xonadonda xolamiz o'zlari turmush o'rtoqlaridan rohli vafot etib ketganligi sababli ajrashgan ekanlar. Hozirgi kunda 6 nafar qizlari bor ekan. 6 nafar qiz o'zlari katta qilib, o'zlari shu imoratga ozmi ko'pmi shu yaqin qarindoshlari, jiyanlari, opa ukalaridan yordam qilib shu yerga ko'chib chiqishgan. Shu 6 nafar qizni xudo xohlasa uy joyli qilib, xolani o'zlari. Demak, ozmi tushunishim uchun og'rib qolgan qiz, o'zlarining qizlari shu yerda yashaydi. Ha, o'zlarining qizlari shu yerda yashaydi. Onaxonni qaramog'ida hammasi. Onaxonni qaramog'ida. Adashmasam, hozir bu oqqan
oqqon kasali gapinglar. Oqqon kasali Juda bir og'ir bir holatda 2 yildan ziyodroq og'rigan. shu oxirgi imkoni yetmasdan shu Saxovat Besha insonlar topaylik degan Xalqqa murojaat bilan xalqqa chiqilgan. murojaat bilan chiqilgan joyi. Necha kundan beri ehson yig'ilyapti xonadonga. Bu xonadonga 10 kundan ziyod bo'ldi. Boshlaganimizga 2000 dan ziyodroq pul yutgan joyimizga shu barcha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishga qaror qabul qilib, shu o'zimizda yonimizda yurgan yaqinda bir o'sha akamizga ehson yig'ib chiqqanligini sababi bizga ozgina murojaat bilan kelib chiqishgan edi. Shu ozmi ko'pmi qo'limizdan kelgan bo'lsa deb shu o'zimiz jamoa bilan kelgan joyimiz edi. Keldik, sharoit turgandik, haqiqatdan ham muhtoj. Haqiqatdan ham shu ehsonga, zakotga muhtoj odam ekan. Qo'ldan kelgancha. Addush edingiz-ku? Addush, ha. Shu bir hafta mobaynida mana 8 mingdan ziyod inshaalloh mablag' yig'ib topshirib, mana hayit kunlari. Hali bu kunlardan keyin ham ehson olib keladigan xonadon insonlar bo'ladi. Bu kun bu videoni ko'rgandan keyin ham bizdan ham bunchasi qiladigan balki o'zimiz mahallada. Qo'shiqlar bo'ladida bunaqasi. Biz xalqimiz ehson sevadigan xalq. Shuning uchun aytaman-da, ehsonning mukofoti ehson. Bugun ham Alloh biz hamma chiroyli qilamiz. Qadrdonlar, ko'rdingiz, xonadonga hech kim bo'lmagan bir inson o'zini yaqinlari bilan olib chiqib videoni xalqdan kerak bo'lsa shu masjidlarda karatga ko'tarib turgan yigitlarda bular. Mana shu xonadon uchun bugun topgan pulini olib kelib qo'llariga topshirib, islomga xiyonat qilmay. Bunaqa insonlarni ko'p aytaman. Juda kam. Kimdir g'ururini, kimdir oilasini, kimdir o'zini bir hisoblab qo'yadi-da. Menga nima deydi? Aka, mana qarang-da, bugun bir joyda turdik-da. Bir joyda turdik-da. Endi karakka ko'tarib turibmiz. Biz uchun masjidda adashmasam. Masjidda hayit namozida turdik. turdik. O'qiganda shunaqa dedingiz-da masjidda. Masjidda hayit namozida turdik-da, ikkita uchta shu o'rtoqlar endi yori birodarlar namozga borishgan. Yonimizda o'tib ketishyapti-da, chiroyli kiyinib karakka ko'tarib tursang ham hayitga yaxshi tushar ekan, biz ham shunaqa kasb qilsak bo'lar ekan, deyapti. O'sha insonlarga nisbatan bizning gapimiz, biz kasb qilganimiz yo'q buni. Faqat Alloh jamoli uchun shu bir qiynalgan insonlarga ozgina manfaatimiz tegsa, biz shundan xursand bo'ladigan. Bugungi qilib turgan mehnatingizdan g'ururlanib, biz mazza qilyapsiz, yaxshi. Mazza qilib, lazzat olib, Xudoning jamoliga bir erishish niyatida qarang. Shu jamoamiz bilan bir orimiz aka, hammamiz yigit ishimiz, bola chaqamiz bor, tirikchiligimiz bor. Hammani ham. Biz ham shular qatori o'xshagan insonmiz-da, oddiy insonmiz aka. To'g'ri. Hammani uyida nima bor bo'lsa, biz ham uyda shunaqa narsalar bor. Sharoitingiz bor. Hamma narsa yetarli, lekin yaxshilikdasiz. To'g'ri yo'ldasiz. To'g'ri yo'ldasiz. Qadrdonlar, bugungi sonimizda ham mana Xudo xolasa xonadonga kelib o'zlari qo'lga topshirdik. Hammasi manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga rahmat. Xonadon uchun agar yordam bermoqchi bo'lgan, xonadon uchun ehson qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, imkon bo'lsa kartalarni qo'yib qo'yamiz. Imkon bo'lsa nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Mana shu xonadonga kelib qolani o'zlarining qo'llariga kelsa ham xursand bo'lamiz. Faqat bizdan bir yaxshi ro'za oyida faqat insonlarga yaxshilik qilaman niyat qilgandik. O'sha niyatimizga yetdik. Bugun eng ulug' kunda xonadoniga olib kelib, bularning ham xursandchilik she'ri bo'lib ketyapti. Sizlarga rahmat. Hammasi xalq bilan. Biz o'zimiz hech narsa qila olmasdik. Xalq bilan shu darajaga yetib, shu darajada yuribmiz. Xalqning duosi hammasini oldiga yurishadigan sizlarning duolaringiz. Shu video oldingizdan chiqqanda bizni haqqimizga, xonadon haqqiga chiroyli duo qilib, shunga xursandmiz. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga.